Bay Rudaki ko'chasidan Saodat magazinining oldida Novostroyka g'ishtlik domdan 3 xona polnotsенный uyimiz sotuvga chiqyaptilar. 102 kvadrat metr bo'lyapti. Zalimizga bitta baho bering. Juda ham chiroyli zalimiz bo'lyapti. Mana bu yerda 10 talik stollar qilingan. Juda ham chiroyli pardalar, ikkita oyna zalimizda gilamlar televizorna qilib ketilganlar va mana bu yerda yana отдельный mягкий zona qilingan stollar, gilam, parda, tepli pollar qilingan, devorlarimiz atachento qilingan azizlar. Marhamat, oshxona qismimiz, o'tiradigan zona 4 kishilik, mebel, texnika, stiralniy холодильникlar qo'yib ketilgan, двухконтурный котел qilingan azizlar. O'zini balkoniga ham ega bo'lyapti, juda ham chiroyli manzara. Tashqarida полностью uyimizga yorug'lik tushyapti azizlar. Bu taraf esa asosiy eshikdan kirib kelish qismi bo'lyapti. Uyga kirgandan foydali uyimiz. Mana bu yerda chiroyli garderobniy zona, mana bu yerda o'tiradigan zona qilingan, bu yerda ham prixoshkamizga gilam tayyorlangan. Svetlarimiz полностью yevromontaj qilingan azizlar. Ana endi bolalar yotoqxonasi, ikkita bolalarga mo'ljallab ketilgan divan, parda, gilamlar, shifonerlar o'rnatib ketilgan azizlar. Marhamat, ana endi kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ham televizorna, mebel, parda, gilamlar va mana bu yerda termozona qilingan azizlar. Marhamat, razdельный sanuzol bo'lyapti. Razdельный sanuzol juda ham hammaga qulay bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina hammom bo'lyapti. Barcha sharoitlari mavjud. Ana endi mana ubornaya ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa gullar bilan bezab ketilgan azizlar. Rudaki ko'chasida Saodat magazinining oldidan Novostroykada 102 kvadrat metr 3 xona polnotsенный, barcha xonalarda oyna mavjud, 100% uyimiz tepli pol qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak 94 mingga baholayapmiz. Yana kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda olib beramiz.